Mana bugun 2025-yil 18-may. Mana biz katta yo'ldamiz. Bu yog'i Xvostovskiy degan joyga ketadi. Shu mana shu Xvostovskiy rayonida sentriga mana shu yerdan 30 kilometr. 30 kilometr. Xonada bu yog'i mana to'g'ri yursak, Sentralniy ulitsa deb biz yashaydigan bir 10-15 ta o'zbeklar yashaydigan tomonga boradi. Mana tomonga ketadi. Mana Bryanskka ketadi. Mana Bryanskka ketadi. Bu yerdan mana Ostanovka ekan, Xvostovskiga borar ekan. Bryansk, Xvostovska degan avtobuslar kelar ekan mana shu yerdan. Mana to'xtab shu Avdiyevka qishlog'iga to'xtaydigan Ostanovka ekan. Biz mana bu yerdan mana Zinadan mana chap tomonga Bryanskka ketadi. Katta yo'lga. Bryanskka ketadi. Mana katta yo'l bu. Yoqimli ketadi. Bryanskka ketadi. O katta yo'ldan Moskvaga ketadi. Mana avtobus keldi. Kechki 8 da avtobus keldi mana. 682 Xvostovch Bryansk degan 602 raqamda. Mana Xvostovch Bryansk degan 602 avtobusni oxirgi reysi o'tib ketdi. 8 da, kechki 8 da. Mana bu yog'i Bryanskka ketadi. Bu yoq mana Sentralniy ulitsaga. Mana bu yog'i biz yashaydigan tomonga ketadi. Молодежный ko'chada turamiz. Mana shu mayliq ekan. Bu mana Ostanovkasi bu. Nari Bryansk Ostanovkasi. Bo'pti-da. Avazbeydan esdalik. Faqat o'zimizni oilamiz uchun, o'zimizni esdalik qolish uchun, o'zimizni keyinchalik oila a'zolarimizni ko'rish uchun bu videolarni taqdim etyapmiz. O'zga odamlar ko'rishi shart emas. Shunaqa shartlari bor. Biz o'zimiz uchun chiqaramiz bunaqa videolarni. Boshqa odamlar burnini tiqishi shart emas bu videolarimizga. Mayli, omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Iloyo hammamizni omadimizni bersin. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Alloh o'zingga ming qatla shukr. Mayli, Avazbeydan, Kaminadan esdalik. Okay.